Salom qadrli do'stlar, qadrli Zo'rmay obunachilar. Navbatdagi xonadonimizga keldik, xudo xolasa. Mana shu turgan joyimiz Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida turibmiz. Polni mana Patkurch xonadonga kelganmiz. Nasib bo'lsa hozir kuxnasidan boshlayapmiz. Nasib bo'lsa kuxni naborda olib kelib o'rnatib oladigan bo'lsak, qolgan mebellarni ham inshaalloh xudo xolasa keyinchalik zakaz beradigan bo'lyapti. Usta buvamiz turibdi. Usta buvamiz bilan maslahatlashgan holatda hozir mana shu joyimizni patologiyadan tortib montajlarigacha mana o'zgartirishni kiritib hozir tayyorladik. Duxovkaga, rozetka, рабочий stolimizga rozetka, gaz plitaga, vытяжкаning zonasi, mana bu kabel kerak emas, olib tashlanadi. Bu moykamiz joylashuvi, bu yerga xolodilnik joylashyapti. Hozir maketini ko'rsatib o'tamiz. Usta so'raganlarga ham hozir ustovamizning nomerlarini aytib ketamiz. Polni Patkurch uylarga, misol uchun remontga so'ragan odamlar bo'ladigan bo'lsa. Xo'p. Hozir sizlarga bitta maketini ko'rsatib o'taman. Keyin ishga bitta baho berib qo'yasizlar. Mana bu maketi bo'ladi mana. Ko'rib turgan bo'lsanglar, 6,5 metrlik joyimizga tushyapti. Akkuratniy skro'niy holatiga bez ruchka qilib tushirib berdik. Joylashuvini ko'ryapsizlarmi? Ana moykasi, gaz plitasi hammasida рабочий месtalari bor. Vытяжка zonamizda mana ikkita profilli oynamiz ham bor. Xullas mebelni yasaganimizdan keyin obzorni qilib beramiz. Maza qilib tomosha qilsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Usta buva endi mana Samarqand bo'yicha xizmat ko'rsatasiz. Даже Jizzax, Qashqadaryo bo'yicha zakaz bilan borasizda, yo'qotja hamma narsani qilib beradi meni obunachilarim. Bu Instagramga, Telegramga, YouTube'ga chiqadi. Bitta narx-navo kvadratlarini necha bilan qilyapsizlar? Sizlarni ham bitta tanishtirib o'tay, keyin nomeringizni qo'yib qo'yaman. Yaxshi bo'ladi obunachilarga. Biz endi o'sha popol bo'yicha olyapmiz biz. Pul hisobi bo'yicha. Aha. $70 dan $100 olyapmiz. $70 dan $100 U qanaqa bo'ladi? U endi bitta polning kvadratini hisoblab Patkurch. Ha, polni kvadratini hisoblab olasiz, Patkurch topshirib berasiz. Zo'r ekanda, bo'lmasa. Nech puldan dedingiz? $70 dan $100 ishiga qarab. Ishiga qarab. Agar mana bu yopishtiradigan nima po'kaylarimiz, tiyagalarimiz ko'payib ketadigan bo'lsa, o'shanda hali klassik variantda qilishyapti, neoklassik variantda qilishyapti. O'sha variantda bo'lsa, qimmat, high-tech stilda bo'ladigan bo'lsa, adashmasam $70 dan to'g'ri keladi. U degani mana hozir Traventingni mana ko'rayotgan bo'lsanglar, tashqi fasadlarga juda ko'p ishlatishyapti odamlar. Polniy ustunlari bilan, har xil bezaklar bilan, tiyagalar bilan, nalishniklar bilan bu joyimizga mana nalishni hamma narsa bilan qo'yishyapti. O klassik variantda qilyapti, rangini bir xil qilib. Avvalgi gullar yopishtiradigan narsa yana qaytdi hozir, to'g'rimi? Moda bo'ladi. Eski variant hozir yangilik fason bo'lib, просто однотонный svet bo'lib qaytyapti. Oldin biz ham qilganmiz. Gullarini tepadagi karnizlarimizni boshqacha rangda tepadan boshlab ochartirib, to'qartirib tushardik-da, shunaqa narsa. Xuddi shunday klassik variantga, lekin mana hozir dangal aytib qo'ydi. Poldan hisoblanadi. Mana shu joy misol uchun 15 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, 15 kvadratda 70, 80, 90, $100 dan hisobinglarda olsanglar bo'lar ekan. Mana usta chaqiradigan bo'lsanglar, reykalar to'qishini qaranglar. Hamma narsasini raznisalarini cho'tki qilib mana to'qib qo'ygan. Hali oralarini katta tashab mehnatidan ana qo'ymasa, ekonom qilmasdan zo'r qilib qo'yibdi, xudo xolasa. Bu yoqda ishlarimiz boshlandi bu yoqda. Ana o'zi bu yerga buni chekalariga ham reyka bilan chiqaryapti ekan mana. Ko'rdinglarmi? Qanaqa qilib qilish kerak usta degani. Mana shu narsalarni ham mana reykalar bilan вообще baquvvat qilib chiqaryapti ekan mana. Mana shunday qilib beradigan bo'lsa, haqiqatdan uzoq ishlaydi. Men ham o'zim bu soha bo'yicha ham ancha bilaman. Просто bitta profil aylantirib, sakardonni o'zingizlar tikka qilib turib ketishadi juda ko'pchilik mana usta. Mana montajlarigacha tushirib berib tepada. Ko'rayotgan bo'lsanglar, haqiqatan chiroyli dizayn chiqadi mana shu joyimizga ham qaytingiz. Podsvetkalar bo'lyapti, polni. Har bitta kanallarida. Tushunarli. Hozir bu padmayagini o'zingizlar chiqardinglarmi? Bu padmayag bir so'y ishib oldi, shu vaqtda buni padmayag. Aha. Buni endi ustida shpaklovkami ishib beriladi. Mana. Padmayag qildirtirgiz, padmayag ichida-da hozir, to'g'rimi o'sha? O'sha narxi ichida. Shu narxi. Zo'r. Shunday qilinglar mana, padmayag qildirib chiqaradigan bo'lsanglar, patologiyalar ham,
Poliylar ham, mebel o'rnatsanglar, mebellar ham, gilam qo'ysanglar, gilamlar ham. Polni o'sha burchakdan burchakgacha chotki bo'lib tushadi. Aloqada qolinglar, hozir usta buvamizning nomerini aytib o'tadi. Nomeringiz necha usta buva? 95lik. 95lik 988 988 98 98 92 92-yilmisiz? 92. Tengqur ekanmiz. Bo'ldi. Xudo xolasa aloqaga chiqa olasizlar. Nomerini qoldirib qo'ydik. WhatsApp, Telegram hamma narsasi bor. Usta yurganlar bemalol telefon qila olinglar. Qo'ldan kelgancha ishlar bitkazib beradi. Sog' bo'linglar.